Tezkor xabar: Rossiyada migrantlar uchun bojlar 12 barobargacha oshirilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, siz Oper.uz kanaldasiz. Eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib olishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Demak, biz boshlaymiz. Rossiyada migrantlar uchun bojlar 12 barobarga oshirilishi kutilmoqda. Rossiya Davlat dumasi kelasi hafta chet el fuqarolari uchun davlat bojlarini bir necha barobarga oshirish bo'yicha qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Rossiya fuqaroligini olish uchun to'lov 12 barobarga, ya'ni 4200 rubldan 50000 rublgacha oshadi. Vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma 8 barobarga, ya'ni 1920 rubldan 15000 rublgacha. Yashash guvohnomasi esa 5 barobar, 6000 rubldan 30000 rublgacha qiymatlaydi, deydi Kun.uz rasmiy xabarida.